bugungi darsimiz piston qadash darsi va piston qadashimiz uchun oldin ko'ylakni mahkamlab, old qismini kantlarini dublin, filizrinlarda mahkamlab olamiz va undan so'ng oraliq masofani 6-7 klientni xohishiga qarab belgilab olamiz. Mana hozir 6 santimetrdan qilib belgilayapmiz. Har bitta pistonimizning oraliq masofasi 6 santimetrga to'g'rilanib belgilanyapti. Ana belgilandi. Endi buni teshib olamiz. Mana belgilab olganimizni maxsus shunaqa mixchada teshib olamiz. Orqa oldi teng belgilanib, bulavkada mahkamlangan bo'lishi kerak. Surilib ketsa pistonlarimiz tekis simmetrika chiqmaydi. Hamisha mahkam holatda turishi kerak. Mana piston qadashimiz uchun bizda ikkita nasatka bor. Bu nasatkamiz pistonimizni tagini, past qismini qotiradi. Bu nasatkamiz esa mana tepa qismini qotiradigan nasatka hisoblanadi. Pastniki esa bir xil shunaqa nasatkali bo'ladi. Mana ingichka ichi chuqurimiz pastiga qadaladi. Og'zi enligimiz esa tepa qismini qatirishga mo'ljallangan bo'ladi. Mana biz birinchi pistonimizni tepasini qatirishdan boshlaymiz. Mana o'zini bo'litlari bo'ladi. Bu yerga o'z maxsus burab tayyorlab olamiz. Mana ko'ylagimizni boya teng mahkamlab teshib olgan tarafimizni o'ng taraf hamisha ayollarda tepada bo'ladi. Shuning uchun o'ng tarafdan va biz tepa qismini qotirishdan boshlaymiz. Mana pistonlarimiz bu mixchasi hisoblanadi. Bu esa tepa qismiga qotiriladigani, bu past qismiga qotiriladigani bo'ladi. Mana mixchasi bu uzunchoq chiqqani tepasi hisoblanadi. Bu ichiga chuqurchoq kirilgani esa pasti hisoblanadi. Hozir men shuni qotirishni ham ko'rsataman yana. Ana hamisha pistonimizni o'ng tarafga tepa qismini qotirayotganimizda o'ng tarafga piston chiqadi va ichki tarafiga mana ichki tarafiga uzunchog'imiz mahkamlab o'rnaladi. Va bizni bu pistonimizni ko'zi lapkamiz tagiga o'rnaydi. Tepa qismiga esa bu lapkaga moslanib bosiladi. Mana pistonimiz mahkamlandi. Hozir men yana bir marta ko'rsatib beraman. Mana o'ng tomonga mixchasi qotiriladi va ichki tarafiga nasatkani uchlisi qotiriladi va mahkam bosiladi. Mana qotirildi. Mana pistonimizni tepa qismini qotirib oldik. Mana ichi shu ko'rinishda bo'ladi. Mana endi nasatkamizni past qismini o'rnatamiz. O'rnatib turib, endi pistonimizni pastki qismini qotirishni boshlaymiz. Endi pastki qismimizda mixchasi ko'ylagimizni ichki tarafiga qatiriladi. Mana ko'ylakning tepa tarafiga bu nasatkachasi o'rnatiladi. Mana ichi chuqurchoq bo'ladi-da. Mana bunday qilib mahkam qilib bosiladi. Mana ko'ylagimiz teskari tarafida mixchasi, o'ng tarafida esa nasatkasi o'rnatiladi. Hozir yana qotirib ko'rsataman. Shu qismda qotirib ketilaveradi. Mana pistonimizni ikkala tarafini ham qotirib oldik. Bu ichki tarafi, bu tashqi tarafi bo'lib, mana endi bular bir-biriga mahkamlanadi. Mana shu tarzda pistonimiz qotirildi.